Qissa haqida bayon. Bugun bu qissadagi 5 o'tgandan o'tkicha 6 sonig'ini o'ltagan, hammamizga tunish bo'lgan Batur sarkardak Guayyun Jang haqida so'zlab baqaylik. Bu yerdagi Guayyun mushu asardagi avliyolik darajasiga ko'tarilgan ikki shaxsning birisi dal mushu Guayyun. Guayyuni Rujavda Zunwei Dijun deb ta'riflaydi. Hojavda Hojao Chilan deb ta'riflaydi. Daojavda Janshun deb ta'riflaydi. Ya'ni mana tariqatchilar, buddadagi qatorliqlarda bu Guayyuni avliyolik darajasiga ko'targan. Masalan, ishkil o'lkalarga sayohat ko'rib baqqan do'stlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu yerlardagi ibodatxonalarga kirsak, mana shu Guayyuninki haykal budlari bor. Mush asardagi avliyolik darajasiga ko'tarilgan ikki shaxsning birisi mush Guayyun. Buni tarixdagi eng qaltis, eng kuchli, eng botur jang ilohi deb ta'riflaydi. Meningcha bu ishbachalik haqida qissaning tilziyatini ko'rgan yoki kitobni o'qiganlarning hammasini orasida bulardagi bu jang payg'ambar qatoriga solsak, nurg'ullar Lübo, Dianwei Zilong, Guayyun deb shunday sanaymiz. Lekin endi nurg'ullar masalan Lüboni desa, u mu baldir o'lib ketdi-ku, nihoyatda sadoqatmansiz bir nima. U Dianwei kim ko'rib, bu Zilong qatli doim o'tirib chiqib baqmasa deydi. Başqalarni mesela desek, onun kayından ancha-muncha mesela buni bizga o'xshash tafsili ko'rmagan, lekin anglab baqqanlar mesela bulubmi qizlarning ichidimi so'rsak, hammasi Guayyunning qahramonligi, baturligiga qo'l qo'ymaydigan, e'tirof qilmaydigan hech kim yo'q. Shundaqmi? Gerçi bu eserde alam jihatdagi buningki maati o'rni payg'ambarda birinchi o'rin tizimgan bilan xalq ko'ngildagi o'rni burun birinchi bo'lib ketgan. Shundaqmi? Shaxsan men o'zimmi shu Guayyuni mush asardagi birinchi qahramon deb bilaman. Chunki sen Batur o'g'am bilan baturligingni namoyon qilmasan, kim bildi? Shundan bo'lsa, o baturligingni namoyon qilmasan, o'zinglarni o'zing kessang bo'lsa, Batur kuchli, qaram bo'lsang, baribir hech kim uqmaydi. Tikil asarning yarimidan ko'pragida Guayyunning baturligi tasvirlangan. Eng ko'p jangga qatnashib, eng chong baturlik ko'rsatgan shaxs shu Guayyun. Masalan, qarsak Lüboni hammamiz uqimiz nihoyat burulib o'lib ketdi bu. Sayingan Lübo'dan başqa Allah'di çoğun bunun mağart görüngen yemi yok. Dianwei'ni yengishlangan ushbachalik haqida qissada ko'rginim bo'lmaydi hatta. Buni nihoyat tetiksil bir jangmi emas hatta. Shu yerda o'lib ketgan. Endi Zhao Zilongga kelsak, hammamiz yoqtiramiz, lekin bu Zhao Zilong izchil Liu Beining Teshun Baoyusi o'tirib chiqmoqdi. Faqat shu Liu Beining Fubuchilayda aduni qutulduğun yerdə mart həqiqətən bir tənqidasiz dərəcə götürülgən, biroq uningdan bilək heç bir yerdə bu Guayyudek alayda bir yerləri çıxıb baxmagan. Demək bu aldınqı payg'ambarning aldınqı 3 odamning ikkisi burun o'lib ketdi. Birisi Changshandan chiqib baxmadi tarbiyalanyapti. Jahon shu Guayyuga qoldi. Shunga Guayyun o'zini men ikkinchi desa, hech kim men birinchi deya olmaydi. Endi bu Guayyunning quroli Qinglong Yan Yudao deydi. Buni hamda tarjimasida ba'zida qora ejderha shamshiri, ba'zida bardar shamshiri Guayyunning deydi. Qarsaqmi asarda nihoyat uzun, nihoyat hayvat bu qurol. Shundan hamda buni 82 jing deydi og'irligini. Hamda buni 40 kilo deb o'tirib hisoblasa, masalan, Janshu fanga berib, mang'sha cheniqib baqqanlar ishtanki ko'tirib buni his qila oladi. 40 kiloluk ishtankini ko'tirish anda qilsa emas. Endi buni eng qilib injiqlab ko'tirib qo'yib, men ko'tira oldim-ku degan bilan, mayali Guayyun qanday shiltiyotdi buni? Nihoyat chapdastlik bilan urib, chep dasib, manday shiltiyotdi. Demak, buningga biz nihoyat bizga nisbatan bir 5 kilo og'irlikdagi bir kaltakni o'ynatganga barobar o'yintyotdi. Demak, bu undaq asoyish emas. Masalan, ma'lum bir jang qatnashsa, nech 10 osh pishimgacha bu qurolni quldan tushamay ko'tirib yuradigan gap. Demek buningdilla Guayyunning qanchalik kuchlinger, chidamchan ekanligini ko'rib olib bo'ldi. Guayyuni Xodongning Jishan noyisidan deydi. Keyin naqchilik chidamay bu yurtida bir ish chiqarib qo'yib, shuning bilan Joujunga qaytib keldi. Bu yerda Liu Bei Zhangfeilar bilan tunishdi. Mushlar bilan tunishib chiqqandan keyin Guayyunning haqiqiy qahramonlik Chouji Yingshonlik davri ondan boshlandi. Hamda mush asarga qarsaqmi, bu yerda Guayyun Joujunda bir asli bir odatki bir tijoratchi purchaq setib o'ltirdigan. Shundan bu yerga kelgan vaqtda tuyuqsiz bir varanchuroni anglaydi, berib qarsa, bu yerda bir qassob go'shtni puhralar olmaydi-mi setib bermaydi. Setib bergankin Guayyun naqchilikka chidamaydi-da bu Batur o'g'ankin. Nima ish qilmaysa desa, satmayman, u vaqtda bingshan yo'q.
go'shtni sayko'ktatmashda qilib qozna gerem degandek yerning ostidagi salqin turdig'iga akirib qo'yilgan gap. Baş qaznoqqa akirib qo'ygan bu qaznoqni ocha olsang bo'ldi bu go'shtni mana aqasingga bekor badimda poyitib qo'ydi-da. Go'y shunda qarsa bir g'ulashdan cho'ng bir tugman teshib yeb qo'ygan buni. Shunga go'y shunda qarab saqalni vash deb ya'ni shartni turib bir injiqligan pet ko'tirib beshidan das ko'tirib o'tdi. Hamma haq qarab qoldi, yeg jaq qilib qo'ydi. Alayga shuni deb shunga bu yer bu go'shtni qurollar uzan biraverganda baxtsiz taqib o'tdi. Lekin o'zi bir tam olmaydi. Buni chatda bo'rsetib, o'ltagan bir saqalliq biz ko'rib qoldi-da buni. Bu kim o? Liubey. Ko'rgandan keyin Liubey buniki kuch tungurligi ham bahodir mushunda mardligini ko'rib qoyil bo'ldi. Mash tugab bo'g'icha birkan bo'lganda bu yerda bir toz qora saqalli, qarmoqda toz bestik birsi düz desab keldi-da. Kelgan apeti. Nim setyapsa, biz shunga purchaq setyapmaydigan ekan. Deb quliq elib bir o'chim purchaqni mushunda siqimda un quvvatli, izivatida tugmanda ezganda izivat shunda bu purchaq unikan qo'y nar purchaq va deb yuziga aytib shuninglar bu yerda bu ichki yo'l bas qasdan jadallashib keldi-da bu. Ichki yo'l bas tirkishib ketdi. Yonpash qilib etishib bir-birsini deb mushishvatganda chatda bo'rsetib o'ltagan Liubey o'ttirib kirib bu ikki palvonning qo'lini ikki qo'lda mushunda siqib ajirtib o'tdi. Qaranglar, ma ikki yo'l bas turishmas ikkisining ikki qo'lini tutib manda ajirtish. Demak, Liubeyning mu qanchalik kuch tungurligi chiqdi bu yerda. Endi bu yerda Liubey bir ko'k namrat, Guayyu bir ko'k namrat, faqat Janfey bu Jojul qassab qo'lilki ba sarayları var ki şunu olan bu Janfey mert doğan kim bulan uygu başlaydı, gösterip şorup sepmeye oturdu şunu.